Ikkinchi darslik 5 kilo o'daringizni 100 kilogacha olib chiqaradi. Qaranglar. Birinchi darslikda ishladik. Ikkinchi darslik xuddi shu narsa. Qo'limni ko'zimni tagiga qo'yaman. Mana ikkita mamni yopaman tirsagimni. Ras. Qo'lim ichidan mana shunday chiqadi. Yelkani oxirigacha tortishim kerak. Chap qo'lda urayotgan bo'lsam, 10 yelkani orqaga tortaman. Mana ko'zimni tagida. Ras. Endi qo'linglar nimaga bunaqa chiqaryapman? Sababi, agar qo'linglarni mana bunaqa chiqarsanglar, bu yerda o'daringlar kesiladi tirsakda. O'dar kesilmasligi uchun qo'linglar mana bunday chiqish kerak. Oxirida qo'linglarning uchini qayiltirasizlar. Mana. Endi qaranglar. Ras. Hop. Bu 5 kilo o'daringizni 100 kiloga olib chiqadi. Qaranglar. Mana turibman, qo'limni ko'zimni tagiga qo'ydim. Yelkam oxirigacha burdim. Jag'am har doimgidek to'g'riga qaralgan, qo'lim ko'zimni tagida. Buni qo'yaman, buni uraman. Chap qo'l urayotganinglarda o'ng qo'linglar joyida. Endi buni chap turganinglarda 10. Buni qo'yasizlar. Xuddi shu buni qo'yib keyin. Xuddi shu mashqni 1 soat orasida dam bilan ishlaymiz. Har 20 minutda dam olib ishlaymiz. Yanada ko'proq sport haqida ma'lumotga ega bo'lishni omili bo'ling.